Yig'ilish ishtirokchilari kun tartibining 2, 3, 4 masalasi moliya va iqtisodiyot bo'limiga taalluqli bo'lgani uchun ikkinchi masalamiz Jondor tuman mahalliy byudjetining 2026-yil birinchi chorak ijrosi to'g'risida. Jondor tuman mahalliy byudjetining 2026-yil birinchi chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgani hisobidan mablag'lar yo'naltirish hamda Jondor tuman mahalliy byudjet qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'lar yo'naltirish to'g'risida masalalarimizni doimiy komissiyada muhokamaga o'tamiz. Ma'ruzachimiz tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim boshlig'ining o'rinbosari Vohidjon Saidovga so'z. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Jondor tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risida taklif kiritamiz. Taklif O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Kengashining 2026-yil 12-martdagi KQ 325-sonli qarorlariga muvofiq tuman hokimligi bilan kelishilgan holda erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 96.150.000 so'm mablag' tuman hokimligining saqlash xarajatlariga, jumladan tuman hokimligida foydalanilgan elektr energiyasidan qarzdorligini qoplash uchun 11 million so'm, tuman hokimligi tomonidan foydalanayotgan elektron tizimlarni abonent to'lovlari uchun 72.200.000 so'm, Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovini o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarni qoplashga 12.950.000 so'm mablag' yo'naltirish ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari tuman mahalliy byudjetining birinchi chorak daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisobidan umumiy 3.31 million so'm orttirib bajarildi. Shundan yo'naltiriladigan qismi Chorzona mahallasi hududida madaniyat markazini qurilishi, ta'mirlash ishlarining yuzaga kelgan qarzdorligini qoplash uchun 165 million so'm, Ushot mahalla fuqarolar yon binosini ta'mirlashdan yuzaga kelgan qarzdorlik 210 million so'm, Sohilbo'yiga 119 million so'm, tadbirlarni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar, bayram tadbirlari o'tgan, festivallar o'tgan, shunga 90 million so'm.